Azizlar 9 oylik natijamiz Singapur YouTube'da blefaroplastika amaliyotini opamizga qilib berganmiz 9 oy avval. Endi esa chandiqlarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'z bitta yumamiz. Chandiqlar umuman bilinmaydi. Kesilgan joylar, ko'karish, shishlar yoki yoqmaydigan chandiqlar umuman yo'q. Endi ko'z ochamiz. Endi esa natijani o'zlaridan so'raymiz. Opa, o'zingizga yoqdimi? Judayam yoqdi. Rahmat sizga kattakon. Xursandman. Ko'zim shunday chiroyli bo'lganidan. Aha. Ko'zim chiroyli bo'lgan. Hamma so'rab anaqa qiladi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, Ikrom aka. Sog' bo'ling. Judayam chiroyli bo'lgan. Chandiqlar yo'q, shishlar yo'q, og'riq yo'q deganday 9 oy o'tdi. Haqiqatan ham o'zgarish bo'lgan, chiroyli bo'lgan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Osilib qolishlari yo'q. Yo'q. Ko'plar endi 6 oydan keyin osilib qoladimi deydi-ku. Yo'q, 9 oy bo'ldi. Hech qanday osilish nima yo'q. Sog' bo'ling. Azizlar, har doimgidek bizni kuzatishda davom eting. Shunaqangi yangiliklarni va natijalarni sizlarga bo'lib boramiz.